Diqqat, xonanda Samandar Hamroqulov san'atkorlarga chiqarilayotgan soliq to'lovi haqida keskin fikr bildirdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbek xonandasi Samandar Hamroqulov san'atkorlar uchun chiqarilayotgan soliq to'lovi bo'yicha o'z fikrini ijtimoiy tarmoqlarda bildirdi. U shunday dedi: Soliq departamenti chiqarayotgan qonun yoki chiqarmoqchi bo'lgan hujjat yuzasidan juda ko'p san'atkorlar o'z mulohazalarini bildirmoqda. Biz soliq to'lashdan hech qachon qochmaymiz, lekin san'atkorlarning asosiy daromadi faqat to'ylardan keladi. Ular kliplar chiqaradi, xarajat qiladi va qaysi holatda bo'lmasin bu pulni faqat to'y orqali qoplay oladi yoki qoplamaydi. Ba'zi hollarda qarzga kiradi. Xonanda yana ta'kidladi, 2-3 yildan beri qarzni to'layotgan san'atkorlar bor. Hozirgacha foydaga chiqmagan, chunki boshqa daromad manbai yo'q. Shu sababli men o'ylaymanki, soliq masalasini har tomonlama hisob-kitob qilib, diqqat bilan joriy etish kerak. Samandar Hamroqulovning fikricha, san'atkorlarning moliyaviy holatini hisobga olgan holda soliq siyosatini adolatli va mantiqan ishlab chiqish muhimdir. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.